Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilar, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aka-ukalar. Xudo xolasa mana yangi obyektimizni ham boshlab, tugat charapasidamiz. Tomga penalonboz quyish jarayoni. Hozir bir qator video qilib barcha ma'lumotni berib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Mana do'stlar, Loysuvoda o'rniga quyilib turgan penalonboz quyish jarayoni. Hozir bu joyimizni ertalab kelib boshlaganmiz. Xudo xolasa biz bugun quyib chiqayotganimizdan keyin ertadan bemalol tom ustalari kelib ustida yurib ish qilishaveradi, tomni yopishaveradi. Bu penalonbozimizni uylarga 10-15 sm gacha quyapmiz. Keyin yupqa bosilib qolgan loysuvolar ustiga ham 7-10 sm qilib quyib beryapmiz. Keyin ko'rib turganlaringizni har bitta uyga 2 tadan 3 tadan dimoxod qo'yib yuboramiz. Shunda bir to'sinlarni vassaliylar chirishini oldini oladi. Havo aylanib turadi shu qo'ygan dimoxodlarimizdan. Mana bu joylarimizda hozir quyilgan joylar mana bemalol ustida yurilibdi. Yorilish yo'q, boshqa yo'q. Yaxshi holatda chiqyapti. Bu quygan narsamiz xuddi shunday holatda qoladi, shunday qatiydi. Xo'p, bu penalonbozimizni mahsulot tarkibida nima bor batafsil aytib o'tamiz. Ko'rib turganlaringiz hamma instrument tepaga olib chiqib olamiz. Mana shu bochkamizda tayyorlanadi. Suv quyilgan, mana gips tashalyapti. Keyin sement qo'shiladi. Ko'rib turganlaring penasi qo'shiladi. Ko'pchilik so'raydi, misol yonib ketadimi, yonmaydimi? Bu quyib turgan narsamiz yonmaydi, chunki tarkibida yonadigan narsani o'zi yo'q. Mana ko'rib turganlaringiz penani qo'shib, bir qator ishlab, shularning aralashmasini quyamiz. Do'stlar, shunday holatda tayyorlanadi. Boshida bu narsamiz suyuq bo'ladi. Lekin uzog'i 5 minut, 7 minutda qatiydi, o'zini qurib ketishiga 15 kun, 20 kun vaqt kerak bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringiz shunday holatda ustma-ustma quyib ketaveramiz. Shunda o'zi past baland joyiga oqib, razmeri chiqaveradi. Tomga penalonboz qurdirmoqchi bo'lganlar shu ekrandagi nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab qo'ldan kelgancha chiroyli qilib quyib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Obuna tugmachasini bosib, podpiska qilib turasizlar. Rahmat hammaga, sog' bo'lasizlar.